Assalomu alaykum. Hurmatli, aziz Doktor Bobon kanalimizning obunachilari, mehmonlari, kuzatuvchilar. Bugun 21-may 2025-yil. Bugungi mavzumiz uzumning kasalliklariga qarshi 3-profilaktika. Video chiqarishga sal kechroq qoldik. Uzrli sabablarga ko'ra hammangizdan uzrimni so'rab qolaman. 3-profilaktika kasalliklarga qarshi kasalliklarni oldini olish uchun sizlarga aytgandim, har 2 haftada bir marta qaytarib turamiz. Bu safar endi bakoviy smesga, ya'ni bakoviy smes deganimiz o'sha dori apparatimizga bitta dori emas, 2 xil, 3 xil dorilarni qo'shib turib, aralashtirib turib tayyorlaymiz. Bakoviy smes bo'ladi. O'shanga bu safargisiga asosan men har xil dorilar ishlatiladi-yu, men shu narsani ishlatyapman. Tajribadan o'tkazyapman. O'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda sizlar uchun gapiryapman. Birinchi Redamil Gold 10 litr suvga 25 ml. Ikkinchisi bakalashkaning ichida Tapaz degan dorimiz bor. 4 ml 10 litr suvga. Bu safar qo'shiladi endi. Mana bu Impact degan dori. Bu qaymoq dori. 10 litr suvga 8 gram, 7 gram qo'shib turib, hammasini aralashtiramiz. O'sha dori beradigan mahalimizda ertalab vaqtli soat 4 dan tong o'tyapti, ko'ryapsizlar, 4 dan 5-6 gacha. Yo bo'lmasa kechqurun mana shu paytdan keyin soat 6, 5:30, 6dan 7 gacha sepib olsak bo'ladi. Ana shu uzum kasalligiga qarshi 3-profilaktika bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mabodo videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmalarini bosib turib, podpisatsiyani bosib, kommentariyaga biron gapingizni bo'lsa yozib qo'ying desangiz, albatta biz harakat qilib ko'rib, javob qaytarishga harakat qilamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.